Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, hammalarga juma yomlayim bilan 90 dona 5 to'sin berganmiz. 53 yuklanyapti. Mana. Yangi yuklarimiz bruslar terilyapti. 7-13, 3 metr, 4 metr hammasida. Keyin vassan o'sha yaxshi vassamiz ham chiqqan. To'rt yarim 5 6 qilib yuklab berdik. Telefon nomerlarimiz bor. Telefon qilsangiz sizlarga mana shunaqa zo'rlarni beramiz. Keyin 7-15 brus yuklanyapti. Bruslar ham narxlarini bemalol kommentariy yozsalaring. Javob berib turamiz. To'sinlar hammasi chiroyli svetda bo'ldi. Hammasi yaxshi edi. Sasna strapilar ekalarimizgacha bor. Bemalol telefon olasiz, like bosib, videolarga obuna bo'lib turasizlar. To'sinlar teray tay tomoni edi. Xudo xolasa sizlarga nasib qilsin. Telefon qilib kelinglar, YouTube'dan keldim, Instagram'dan keldim deganlar mana shunaqa zo'rlarni qilib berib turamiz. Mana ko'ringlar. Yana seroq to'sin bruslarimizdan Mazil Qumtepa taxta bozori. 5 metrlik to'sin berdik, yana qurug'idan bo'ldi. Narxi xudo xolasa bugun mana juma kuni, Navro'z kuni uchun Navro'z qivordik, bag'i 5 metrlik to'sinda 130 ming so'mdan berdik, 21 dona. Asa qurug'idi. Sizlar ham ulgi poyla to'sinlarga brus, abruzli vassalar terilyapti. Garbil vassa berganmiz. Mana to'sinni qurug'ini olishyapti. 5 metrlik to'sin 130 mingga berdik ustaka. YouTube'dan ko'rib keldim deganlariga mana. Ko'rishmayapti ham o'zi quruqlik uchun, yaxshiligi uchun. 5 metrlik. Rasa quruqdi, tekizligi. Hozir ham chetda. Appeldi. Ha, tekizligiga baho beringlar 5 to'sinlarni. Vassamizni termometr yuklab oryapmiz. Holat yaxshi edi. Narx 15 mingdan bo'ldi. 5 to'sin ko'rdalaring. Keyin ulag'i bo'ladi. Uloqlari mana uzun bo'ladi uloqlari. Torsiz 5 metrgacha boraveradigan darajada uloqlari bo'ladi. Olgan akalar o'zlari ishida turishibdi. Bugun Navro'z qilib bonus qivordik o'zi, hamma yo'qdi. Sizlar ham ulgib qo'yinglar, mana hozir chimyonli akalarimiz yana 15lik, Farg'onali akalar ham 15lik brusdan olishyapti. Ular ham 50 dan. Ularni ham xudo ulgib qolsak videolarni qo'yib berib turaman. Bemalol kelaverasizlar.